qornli erkak kishilarni ayollar yozgani haqida gapirganman-da, sal qattiqroq gapirganman. Erkaklar sal o'zinglarni ko'taringlar, qorninglar xalaqit berar ekan degan ma'noda gapirganman. Chunki menga yozishganda действительно shunaqa edi. O'sha Reels'dan keyin 2 barobar ko'paydi unaqa yozishlar, murojaatlar ayollar tomonidan. Nima beraylik, nima tayyorlab beraylik, bo'lmasa retseptini bering deydi. Qornini yo'qotish uchun qanaqa turmush tarzida yashasin deydi-da. Ha. Tushunyapsizmi? Qanaqa turmush tarzida ayollar harakat qilyapti-da, tushunyapsizmi? Men o'zi xohishi bilan kelsin deyman-da. O'tgan Reels'da ham aytganman. Endi shunaqa kommentariyalar keldi. Ko'proq lekin 70-80% поддерживающий kommentariyalar ayollar tomonidan. Lekin bitta ikkita aqlli nimalar yozgan. Ayol bilan erkakka degan qorni bo'lsa ham degan erdi degan Allohni tanib, Xudoni tanib, bir-birini sevsa, Xudodan qo'rqsa, xalaqit bermaydi deb yozganda bitta ekspert. Men o'sha ekspertga aytgan bo'lardimki, to'shda o'sha Alloh bizga berilgan farz, mana payg'ambarimiz, sahobalar bor, nimadan qaytargan ular? Ortiqcha vazndan, qorin qo'ymanglar deb qaytarganlar. Ortiqcha isrof bo'ladi, ibodatga dangasa bo'lasizlar, kasalliklar chaqiradi bu qorin deb chaqirishganda, o'sha aytganimdek, men chisti o'zimni sohamdan kelib chiqib iloji boricha biza ham maslahatlashadigan davlat tomonidan qo'yilgan qora aka shayxlarimiz bor, ustozlarimiz bor. Bizga farz berilgan gaplar to'g'ri-noto'g'riligini so'rab sayqallashtirib olaman iloji boricha. Shuning uchun unaqa ekspertlik qilish kerak emas.